Bo'ldi, stejga tayyor endi. Stejga tayyor qilib qo'ydik. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli hamkasblar. Bugun yana bitta obyektimizni o'z ifodasiga yetkazdik. Ham topli pol, ham radiator ishlari tugadi. Bizda Akmal baraka topsin. Chiroyli qilib hammasini yakunlab berdi. Charchadingiz Akmal? Rahmat, Allohga. Tugatib oldik, eson-omon uy egalariga xudo xolasa ko'rsatib, hammasini topshirdik. Bu yerda ham topli pol, ham radiator tizim qilingan. Radiatorlarimiz ishlab turibdi, ishga tushirganmiz, chunki pardoz ishlari boshlanish arafasida o'shanga radiator tizim ishlab qo'yilgan, ya'ni stejga qo'yilganda, demak bu bizni bemalol xonani quritib, issiqlik bilan ta'minlaydi. Vaqtinchaga shuning uchun mana salafonlarni ham yechmaganmiz, issiqlik tepadan aylanib turaveradi. Va har doimgidek bizda Akmal mana termografiklar. Mexanik termografiklar. Ya'ni bu xona isiganda avtomatik ravishda demak o'chib yonib ishlaydi va uy egalariga tejamkor uslub hisobida xizmat qiladi. Bu tomonlardan nima gap? Yo'q, birinchi Ular ham tugadi hammasi. Ular ham tuzgan. Mana rakovina, unitas, sushilgan. ajoyib. Xonamiz detskiy islangan. Demak bizda hamma joyda 100% issiq pol, ya'ni iliq pol, topli pol va radiator isitish tizimi va doktorubnet qilib tortilgan bizda. Apparatga qilib. Har bittasi izolyatsiyada ham. Charchamasmi aytam? Assalomu alaykum. Nima bilan gaplashamiz? Gradus harorat olyapsiz. Bu tomonda ham hammasi ishlayapti. Pastga tushamiz. Bu tomonda ham sanuzel ekan. O'rinlari chiroyli qilib asbob qo'yilgan. Bu tomonda esa umumiy kitobxona, zalisi ham bo'ladi. Kollektorlar ham shunga bo'ladi bizda. Kollektorlar ham shunga bo'ladi. Bu tomon demak gipsokarbonga mo'ljallanadi. Devordan qochirib qo'yilgan. Xuddi shunaqa. Buni ham o'sha gipsokarbon bilan maslahatlashib, hammasi hisoblanadi. Razmerini olib, orqasiga reyka qo'yib turib, biz qo'yib berishimiz kerak edi, o'shaning uchun uni o'rnatib berdik. Endi gipskarbon qilishdan oldin radiatorlarni yechib beramiz. Yechib bergandan keyin gipskarbonchi ustalarimiz bemalol qilishganda imolyatsiyadan keyin yana joyiga ilib beramiz. Demak, bu ham hammasi izolyatsiyada kelgan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Zafar og'a jamoasiga murojaat qilishingiz mumkin. Biz birgalikda maslahatlashib, ajoyib yechimlar beramiz va uyingizni issiqlik bilan ta'minlaymiz. Nafaqat issiqlik bilan, balki tejamkor isitish, ya'ni o'chib yonib bir xil haroratda ushlab turadigan tizim. Ya'ni aqlli tizim qilib berish imkoni ham bor. Xudo xolasa. Salomat bo'ling.